Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana alhamdulillah Qubo masjidiga bormoqchi bo'lamiz inshaalloh. Ketamiz. Mana bu tarafdan masjid bu tomondan ketishdi. Ana 50 boshimiz aytdi. Ana yo'qqa bo'rsanglar dedi. Elektrokaralar bor dedi. Bu yerdan o'z qimmat emas, nechidir realga karalar isib tashlaydi. Nasib bo'lsa inshaalloh hozir o'sha yerdan boramiz Qubo masjidiga. Asta-asta shunday o'taylik. Masjid yonidan o'tib ketyapman-da. Shu payt esimga bir narsa tushib ketdi. Shu yerda shu masjid tepasida deydi. Katta kutubxona bor deydi, kitoblari bor deydi, kitoblari. İnşallah shuni ham kirib ko'ramiz hali. Hozir ishlar bitirsak inshaalloh boshqa paytiga. Lekin shuna o'ylab qolasan, shuncha kitoblar hozir bor, vaqti kelib Qur'on ko'tarib ketiladi deyilgan. Hozirgi ummatda imkoniyat kattada. Shuncha kitob bor, o'qishni o'rganib inshaalloh o'qib foydalanib qolishimiz kerak. Mana marshrutkaga mindik. Ana yerda elektrokaralar bor. Ular 15 realga ketadigan. Biz haftasi Qubo deb marshrutkaga mindirdi. 5 realdan olib ketaman deydi. Arzon qilib. Shunga minib oldik alhamdulillah mana. Hay farqi yo'q deb. Hozir Qubo masjidiga ketyapmiz. Endi ketyapmiz mana. Alhamdulillah mana Qubo masjidiga keldik. İnşallah namoz o'qiymiz. Ajr savobini Qubo masjidini aytadilar. Allohu alam. Kimki tahoratini olib, niyat qilib Qubo masjidida namoz o'qiyman deb chiqib kelib namoz o'qisa, xuddi umra qilgan ajr savobda oladi deb aytiladi. Allohu alam. İnşallah umid qilamiz katta savoblar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana alhamdulillah Qubo masjidiga keldik. Albatta inshaalloh Madinada bo'lsanglar albatta kirib Qubo masjidida namoz o'qishga harakat qilinglar. İnshaalloh savob katta. Alhamdulillah. Alloh subhanahu va taolo yetkazdi. Alhamdulillah. Shunaqa joylarda bu masjidda turib namoz o'qishni yetkazdi. Alhamdulillah. Allohga hamd sanolar bo'lsin.